Assalamu alaikum. Vatandaşlar, Müstakillik Yolda İzleniş programımızın 24. sonuna hoş geldiniz. Bugün biz bu sohbetimizge Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti Baş Ministri Abdulahat Nur Efendimni şeref bilen teklif kıldık. Sohbetimizge hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köp rahmet. 9. növbetlik kurultayımız ahırlaşıp Abdulahat Nur Efendim Baş Ministri olup saylandı. Hemmemiz bilgimizdek 9. növbetlik kurultayımız elbilik içilip hükümetimiz yıkımı coşkun ve aktif halda işe girişti. Elbette Xitoy ve onun kolçu makşılarınınki yelimikir suikastlarını beçit kılıp teximi güçlük ve sağlam aletde halk alım aldıda namayan bulduk. Su uxlusu uxlaydı düşman uxlamaydı. Xitoyning nayranlari suikastları yelim hem izchil. Ama kichkina aql va aqldan azroqla nasiba olgan odam bo'lsa, Xitoyning nayranlarini osonla bilib olaydi. Ama bizning aramizda yana yomon aqlsizlarimiz bor. Einstein debdikan ikki narsaning cheki yo'q deb. Biri koinot, yana birisi dötlik deb. Faqat kichkina aqli bo'lsa, Xitoyning nayranlarini ko'rib olaydi. Yaqinda o'ynalayotgan nayranlarni menimcha aql va odam ko'ra oladi deb o'ylaymiz. Xuddi biz plan qilganimizdek, o'tirib qo'yganimizdek Sharq Turkistonninki besilingan zamin ekanligini e'tirof qildirish faoliyatlarimiz aktiv ketyapti. Bundan sırt biz oldimizda o'tgan juma va shanba kunlari Amerika, Shvetsiya va Kanadada 19 yanvar irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildirish, xalqaro tunutish xotir kunini namoyishlar o'tkazdik. Sizmi Kanadada bu namoyishni o'tkazdingiz? Siz bu namoyishga qanday qaraysiz? Siz bu savolga bir javob berib baksanız. Rahmet. Assalamu alaikum Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Hammamizning hamma vaqtimiz xayrlik bo'lsin. Hammamizga ma'lumki, bu 19 yanvar Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda elib berayotgan, hozirmi davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni Amerika hukumati dunyodagi eng cho'ng siyosiy kuch bo'lgan, siyosiy jihatdan dunyoni rahbarlik qilayotgan siyosiy kuch Amerika hukumati e'tirof qilgan bir kun. 19 yanvar. Ya'ni 2021-yili 19 yanvarda Amerika'nın sabiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendi e'lon qildi. Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda elib berayotgan zulmlari bu irqiy qirg'inchilik kirdi deb e'lon qildi va Amerika hukumati buni e'tirof qildi. Buni e'tirof qilgandan keyin yana 9'daki G'arb davlatining parlamenti Amerika hukumatiga ergashib buni e'lon qildi. Endi Sharqiy Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchilik qilayotganligini bilamiz, hammamiz bilamiz, ko'nglimizda bilamiz. Ammo shu Amerika hukumati e'lon qiladigan vaqtcha nurg'un Uyg'urlar va Uyg'ur tashkilotlari buni irqiy qirg'inchilik desak bo'lmaydi deb o'zimizning putimizga o'zimiz palto chepib kelayotgan bir paytda Amerika hukumati bizga yordam qilgandeklar buni e'lon qildi. Bu Uyg'ur xalqi uchun va Sharqiy Turkistondagi boshqa Turkiy xalqlar uchun bek muhim bir kun. Endi bu kunni bizningki Sharqiy Turkiston sürgün hukumati bo'lish sifatimiz bilan irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitganligimiz va buni e'lon qilganligimiz buni rasmiylashtirganlikning bir ifodasi. Buni hammamiz bilamiz, ko'nglimizda Xitoy irqiy qirg'inchilik qilyapti deb bilamiz. Ammo Sharqiy Turkiston sürgün hukumati sifatida Sharqiy Turkiston xalqiga vakolatan buning rost ekanligini xalqaro e'lon qilib, buni rasmiy bir holga ekilish uchun e'lon qildik. Birinchi maqsadimiz bu irqiy qirg'inchilikning rost ekanligini va rasmiy bir irqiy qirg'inchilik ekanligini xalqaro e'lon qilish. To'g'ri. Shuning uchun
Biz hem namoyish qildik, hem xalqimizdan shu 19-yanvarda namoyish qilishni talab qildik. Buningdan keyinmi mush shaklda Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan va davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni xalqaro unutqizmaslik maqsadi bilan shunday namoyish qildik, shunday e'lon qildik. Buningdan keyin shunday qilamiz inshaalloh. To'g'ri, rahmat. Bu namoyish qilishdan shu Sharqiy Turkiston fuqarosining har bir fuqaroninki bir majburiyati bormi? Biz buni e'lon qildik, chiqdik. Albatta bor. Chunki Sharqiy Turkistonlik degan gap nima degan gap? Sharqiy Turkiston deyilgan vatanning avlodlari degan. O Sharqiy Turkiston vatanimiz Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingandan keyin Sharqiy Turkiston xalqi mazlum, Xitoy tajovuzchilari zolim hisoblanadi. Shuning uchun har qanday bir Sharqiy Turkiston xalqi fuqarosi o'zimiz mazlum turib, o'zimiz taraf tutmasak, qaysi taraf tutgan bo'lamiz? Xitoy taraf tutgan bo'lamiz. Xitoy mushu irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishimizni Xitoy xohlamamdi, xohlamaydi. Irqiy qirg'inchilik deb atishimizni Xitoy xohlamaydi. Shuning uchun biz Sharqiy Turkiston fuqarosi bo'lish sifatimiz bilan bu sapga qatilmasak, o'zimizning beshida yurgizilayotgan bu irqiy qirg'inchilik deb o'zimiz qatilmasak va bu faoliyatga faol, aktiv qatnashmasak, o'zimiz xiyonat qilgan bo'lamiz. Ba'zi insonlar o'ylaydi, men chiqmaganga nim bo'ladi? Men chiqmaganga bu da'vo to'xtab qolamti deydiganlarmi bo'ladi. Ba'zilar deydi, unda qilganning nimaga foydasi deydi. To'g'ri, uning qatnashmaganga bu da'vo to'xtab qolmaydi. Unchalik insonlarning bu da'voga qatnashmaganligiga Sharqiy Turkiston mustaqillik harakati to'xtab qolmaydi. Ammo u insonlar namoyish chiqqanga bir narsa yo'g'im bir foyda solab ishlar bugunlam o'zgarib ketmaydi. Ammo u insonlar o'zining safini Sharqiy Turkiston xalqining safida emas, Xitoy safida turayotganligining isboti bo'ladi. Ya'ni Sharqiy Turkiston xalqiga, Sharqiy Turkiston deyilayotgan vatanga xiyonat qilganlikning isboti bo'ladi. Endi biz bunday bir o'lim qalim masalasidagi bunday bir mujodilada biz halqa hayot mamat masalasi deymiz-ku. Ya mushqatim hayot qilamiz, ya mushqatim butunlay millat sifatida yo'qolib tugaymiz. Mushundaq bir vaziyatda yana men qatilmasam bo'ladi, yoki vatanda tuqqanlarim bor, qatilib qolsam o'lab ketdi, bu'lab ketdi deganlik. Bo'ldi. Endi bu Sharqiy Turkiston bizniki bu irqiy qirg'inchilik kunimizni xotirlashga maqsadimiz buni to'xtatish va bizniki besilingan zamin ekanligimizni e'tirof qilg'izish. Hem buningda har bir Sharqiy Turkistonlikningki majburiyati bor. Buningga bir ovoz qo'shish majburiyati bor. Hamda bizningki Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatini jonlantirish uchun nimalarni qilsak bo'ladi? Hamma ish mustaqillik olmay turib amalga oshmaydi. Siz buningga bir bosh ministr bo'lish suhbatingiz bilan bir so'zlab berib baqsangiz. Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatini jonlantirish uchun menimcha 3 turlik g'oya bilan mengishimiz lozim. Birincisi, bunga boshlamchilik qiladigan rahbarlik kadrosini yetishtirib chiqish. Birincisi, shu Sharqiy Turkistonning mustaqillik harakatiga rahbarlik qiladigan, boshlamchilik qiladigan, hozirgi shu zamonaviy, hozirgi shu zamonda xalqni boshlay oladigan rahbarlarni yetishtirib chiqish. Bizning xalqimizning ichida hozir 2 turlik xalq bor. Birisi rahbarlik qilsa, ming'alaydigan darajada, to'g'ri rahbarlik qilsa, ming'alaydigan darajada ruhi sog'lom, normal insonlar bor. Bularning rahbarlikka ehtiyoji bor. Xalqimizning ba'zi qismi ruhi kasal. Xitoy tajovuzchilari vatanimizni ishg'ol qilgandan tortib,
her 10 yılda, her 5 yılda bizning xalqimizni qirqib keliglik. Okumuşluq insanlarimizni, ziyolilarimizni, diniy zatlarimizni, baylarimizni, siyasi yollarimizni, sanatçılarimizni muşu milletke kim keraklik bo'lgan bo'lsa, kerak bir insan yetişken bo'lsa, her 5, her 10 yılda qara qalpoq kiydirib bizga Xitoy qirqib keliglik. Qirqib kelgandan keyin bizning xalqimizning ichida kundan kunga nadonlik avjalib ketiglik, jaholat avjalib ketiglik, shuning bilan Xitoyning propagandasi bilan bizning xalqimizning ideyasiga, zihniyatiga kesel kirib kesel chirmab ketiglik xalqimizning ruhini. Yani Xitoy xalqimizning ruhini zaharlab ketiglik. Undan bo'lgandan keyin bu ruhiy kesel ve ruhi zaharlanıp ketken, manqurtlashib ketken insanlarni davolashga ehtiyojimiz var. Undan bo'lgandan keyin bu Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatiga rahbarlik qila oladiganlar hem xalq rahbarlik qila oladigan, hem xalqimizning ma'naviy kasalligini davolay oladigan qobiliyatli bo'lish kerak. Kesel insanlar bilan tang turib, kesel bilan mushtlashib, tillashib, kesel burab kelsa sen nimishqa kesel sen deb tillab urishadigan emas, ashning kesiliga to'g'ri diagnoz qo'yib, kesilini davolay oladigan rahbarlarga ehtiyojimiz var. Mushundaq rahbarlarni yetishtirishimiz lazım. Sizlar doktor bo'lish sifatlar bilan bir kesel oldimizga kelsa, u kesel sesiq burab ketishi mumkin. Onunda yuqumli kesel ulab qolishi mumkin. Her türlü illet, her türlü naşayan işler görülüşü mümkün. Ama doktor bo'lgan adam onun bilan teng bo'lmaydi, kesiliga to'g'ri diagnozini qo'yib, to'g'ri davolaydi. Xuddi shuningdek bizning mustaqillik harakatimizga rahbarlik qilayotgan rahbarlarimi hem siyosiy jihatdan, aqida jihatdan, fikriy jihatdan to'g'ri rahbarlik qila oladigan, hem qetilay desa ruhiy kasallik tufaylidan qetilanmagan insanlarni davolay oladigan bir sabr toqat bo'lishi kerak. Shunday bir kuchli bir kadroga ehtiyojimiz var. Endi bu kadroda bu rahbarlik guruhininki bo'lishga tegishli temalari nayt chunqur iymoni ishonchi bo'lishi kerak. Yani biz cho'qim mustaqil bo'lamiz deydigan iymon bo'lishi kerak. Allohga iymon bo'lishi kerak, vatanning mustaqilligiga ishonchi bo'lishi kerak. Anından keyin o'ziga men bu yo'lga chiqdim, Alloh rizosi uchun mush vatanimning mustaqilligini asliga keltiraman deb yo'lga chiqdim, xalqimni ozod qilaman deb yo'lga chiqdim. Bu Alloh rizosini qozonish uchun bo'layotgan bir ibodat. Mush yo'lda o'lsam o'lamanki, bu yo'ldan qaytmayman deydigan o'ziga ishonch qila oladigan bo'lish kerak. O'ziga ishongan vaqtda aniki rahbarlik qilg'iladi, xalqqa keng qo'saqlik bilan xalqni davolay qiladi. Yana bo'lsa bu rahbarlarda chunqur bir tefekkür ve düşünüş daqiq deyildi. Chunqur bir düşünüş kabiliyeti bo'lishi kerak. O'zininki kallasiga kelganni so'zlaydigan, kallasiga kelganni haq tanadigan emas, bizning mustaqilligimizga mushunda qilsak bo'lamdi, bo'lmamdi. Mush ishni qilish uchun bunun planı nima? Bu planlarning taktiklik bosqichlarida qaysi yerga kelgan vaqtda nima lozim bo'ladi deb diqqat bilan tadqiq qilib plan tuzadigan kuchli bir fikri insonga bo'lish kerak bu rahbarlar. Andan keyin bu rahbarlarning o'tirisida ishonch bo'lish kerak. Bu bek muhim. Mesela rahbarlarni tepishma buludu, tapqil buludu. Ama rahbarlar o'ttirga chiqib bo'lganni yoqi, rahbarlar o'ttirisida ishonch bo'lmasa, yana ish oqmaydi. Mesela Allah insonni yaratgan vaqtda insonni yaratib, o'zininki ruhidan pöydedi-ku insonga. Shu pöydigan chaqda Allohning 99 ismining hammasi bilib pöydedi insonga. Allah'ın bir insanga yaratgan çağda şu 99 isimning qatoridan insonga xos ism jiqroq pöydilgan bo'lsa, Alloh uni plan bo'yicha, hikmat bo'yicha pöydaydi.
Bunda halkı tasadifi biz bir narsani atgandek atmaydı Allah. Falan insanga ma'ruhdun fileymen bunun da ma isimlerim jiqraq tecelli kılıdı da şu plan bilen fileydi. Şunun için her insanın kabiliyeti farklı kılıdı. Bazı insanlar bir sahada bir narsa kerak emesligi mumkin. Ama ona uygun iş berip aşının kabiliyeti göre iş qilsaga vaqtida birinci numurluq ishni shular bejirishi mumkin. Shuning uchun bu rahbarlarda birsiga bo'lgan ishonch bo'lgan vaqtida o'ttirg'i chiqqan kalladagi farqliq ko'z qarashlar bo'ladi-ku. Bu ko'z qarashlar o'ttirg'i chiqqan vaqtida madam ko'z qarashi mundaq bo'layotdi, mening fikrimga o'xshamagan bilan qalbi yaxshi, mushu bizningki, mushu da'voda sodiq adam. Shuning uchun fikrimiz bir yerdan chiqmagan bo'lsa, buni so'zlash orqali hal qila olamiz deydigan darajadagi bir xil ishonch bo'lmasa, ishonch bo'lmagandan keyin menga o'xshamaydi, shuning qarg'a vaqtida bu chataq adam o'xshaydi deydigan chataq chiqadi. Shuning uchun bu rahbarlarda bu narsa bo'lish kerak. Mushundaq bu rahbar birinchi numur. Ikkinchisiga anondan keyin qilishimiz kerak bo'lgan narsa Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatini jonlantirish uchun ikkinchi keraklik bo'lgan narsa bir ana fikr aqimi hosil qilish lozim xalq ichida. Bu Sharqiy Turkiston xalqi ichida. Meyli Sharqiy Turkistonning Uyg'urlari bo'lsin, Qozoqlari bo'lsin, Qirg'iz, Qozoq, O'zbeklari bo'lsin. Sharqiy Turkistonliklarning ichida bir o'rtaq ana aqim hosil qilishimiz lozim. Bu ana aqim degan alqi milliy mafkura atrofida bo'lgan bir aqida. Hamma odamda ana bir aqida bo'lish kerak. Bu aqida nima? Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimiz lozim. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirmasak, biz hayot qilamaymiz bu dunyoda. Dunyoda hala hayot qilanmagandek, oxiratdimi vayron bo'lib ketamiz, jahannamga mahkum bo'lamiz deydigan. Bu haqiqatni bütün xalqning kallasiga yerlashtiradigan chog'imizda, bütün Sharqiy Turkiston xalqi mushunda qaragan chog'da, anondaki bu xalq mush aqida bilan birinchi qatorda rahbarlarga destek bo'lgan vaqtida bizning rahbarlarimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligini azod qilaman deb yo'lga chiqibdi. Buni qo'llamasak bo'lmaydi, bularni qo'g'damasak bo'lmaydi deb jini bilan, ruhi bilan, aqli bilan, ilmi bilan, bütün his tuyg'ulari bilan bu da'voga ega chiqqan vaqtida anondan jallanadi. Bo'lmasa hammadan o'zining ishini qilib yuraversa, hammadan o'zining ishini qilib yuraversa, Xitoy jasuslari o'zining ishini qilib yuravermaydi. Ma bizning qarashimizda Xitoy davlati qanday kuchli bo'lgan bo'lsa, Xitoyning jasuslik organlaridan aramizga yerlashtirib etilgan, maosh berilgan yoki shantajga uchragan nurg'un Xitoy jasuslari va bizga qarshi ishlaydigan. Biz o'zimizning ishimizni qilib yuravergan bilan u maosh olayotgandan keyin yoki tahdid ostida bo'lgandan keyin u majbur bizga qarshi harakat qiladi. Biz Sharqiy Turkiston xalq sifatida bo'shang tursak, ular bizni mag'lub qilaydi. Shuning uchun buni jonlantirish uchun agar Xitoyga men ishlamayman, Xitoy mening dushmanim deydigan har qanday Sharqiy Turkistonlik aktiv holda shu aqidaga kelib rahbarlarni Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatiga rahbarlik qilayotganlarga ega chiqishi va qo'llash kerak. Shunday bir ana aqimga aylandira olgan vaqtimizda aqidamizni buning jonlantirib bo'ladi. Bu ishni qo'lga keltirib qo'ygandan keyin uchinchi nima bo'ladi desa, xalqarada Sharqiy Turkiston degan bir davlatningki shunday bir da'vosi bor ekan. Bu Sharqiy Turkiston da'vosi bu Xitoyning ichki ish emas ekan. Bu Sharqiy Turkiston degan besilingan bir zamin ekan deydigan ideyani xalqaroning kallasiga tiklay olishimiz kerak. Buni tiklash uchun ikkinchi numerdagi xalq, bütün tashkilot hammasi shu dilga yega kelgan vaqtda men xalqaroga mana tiklik bo'ladi.
Hazır xalqarada nima deydi? Xitoyninki aldamchilik bilan Sharqiy Turkiston degan bir davlat yo'q. Va degan palana Xitoyninki ismi bilan div uzi qo'yib olgan X bilan boshlaydigan ism. O Xitoyninki ash deganidek Xitoyning bir partisi, Uyg'urlar Xitoylarning ichidagi bir Xitoy musulmonlari, oz sonliqlar deydigan Xitoy xalqaraning kallasi qo'shib etgan bir zahar bor. Bu zaharni tozalab etish kerak. Tozalab etib, anandaki xalqaradimi bu Sharqiy Turkiston xalq ayrim bir millatkan, ishg'ol qilingan davlatkan, ishg'ol qilingan millatkan, bularning da'vosi ayrim bir da'vo ekan. Bu kishilik huquq masalasilar emas, faqat bu mustaqillik da'vosi ekan. Bu mustaqillik bo'lmasa, bularningki kishilik huquqi kafolatga ega bo'lmaydi ekan degan qarashga eklangan vaqtimizda mustaqillik harakati jonlanadi. Lekin xalqaradan qabul qilishlar, e'tirof qilishlar, destek berishlar, yordam berishlarning hammasi shu vaqtda keladi. Bu birinchi ishonchlik rahbarlar, qobiliyatli rahbarlar xalqqa to'g'ri aqidani bera olsa, xalq buni qabul qilib, rahbarlarni e'tirof qilsa, andan keyin rahbarlar xalq bilan birlashib, xalqaro ma'ni tiklay olsak, Xitoyni mag'lub qila olamiz, mustaqillik harakatimiz jonlanadi. Rahmat. Buni nihoyatda ochiq qilib tushuntirib berdingiz. Hamda oldimizdagi hozirgi vaziyatda Xitoylar bizni ta'tir tashviqot bilan ular yovvoyi millat o'zini o'zi boshqara olmaydi, tarbiyalashga ehtiyojli degan ta'tir tashviqotni xalqaro taqib Uyg'urlarni, qozoqlarni va qirg'izlarni, Sharqiy Turkiston xalqini kam qusulatidi, lagerlar qusulatidi. Buning qarta qanday tadbir etishimiz kerak? Bu Xitoyning shu strategik plani, shu Uyg'urlarni indigenous qilish orqali Uyg'urlar indigenous bo'lgandan keyin mustaqillik haqqi tugaydi. Chunki o indigenous degandan keyin lug'atga qarab boqchi yerli xalq deganda qilgan bilan siyosiy ma'nisi birinchi qaloq, yovvoyi deymiz. Birinchi ma'nisi ham shu. Ma inglizchada indigenousni faqat insonga ishlatmaydi. Indigenous tree deydi, yovvoyi daraxtlar degan gap. Ma bu o't cho'pkimi ishlatadi indigenous deb. Biz mana dehqonchilik qilib boqqan odam, dehqonchilik qilgan yerlarimizda yovvoyi o't cho'pli chiqib qolsa, yulib elitimiz uni. Nima uchun desa, masalan, qug'un tergan bo'lsak, qug'unlarga ziyon beradi. Buğday qunaq tergan bo'lsak, uning ziyon beradi, buning ziyon kuchni, ya'ni kuchni bu tatib olib, mening mahsulotim yaxshi bo'lmaydi deb, yovvoyi o't cho'plarni yulib elitimiz. Bu inson tarixida normal qaralgan bir narsa. Unda bo'lgandan keyin hozirga qadar insonga indigenous deb baqqan bir ish yo'qdi tarixda. Yaqin yoqi Xitoy hamda shu indigenous ne Uyg'urlar qalpoqni kiydirib, o'zida avtodayni. Uyg'urlar yovvoyi millat, taraqqiy qilmagan millat, bular shundoq bek ebga ishlamaydigan, kallis ishlamaydigan millat. Biz bo'lni qaytadan tarbiyalab chiqmasak, bu o'zining jonini baqolmaydi degan propaganda bilan xalqaro shuni ishontiryapti. Lekin tarbiyalaymiz deb re-education center deb kamplarni qurib Sharqiy Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik qilyapti. Bu Xitoyning strategiyalik bir plani. Shuning uchun bu planga qarshi turish uchun o'zimizning madaniyatlik millat ekanligimizni isbotlashimiz lozim. Madaniyatlik millatni isbotlash uchun nima degan gap? Biz dunyo tarixiga qanday, dunyo madaniyatiga qanday tuhfalarni qo'shganligimizni, tariximizda qanday davlatlarni qo'yganligimizni, hatto dunyoga ta'sir ko'rsatib, dunyoni boshqargan vaqtlarimiz bor. Shulardan tortib deb biz indigenous emas, biz Xitoydanmi yuqori madaniyatlik millat degan mazmunda qarshi tashviq qila olsak, andan keyin Xitoyningki bu siyosatiga qarshi tura olamiz.
To'g'ri, hamda bu indigenous degan bu gapni bu yaqin zamon tarixidami masalan Amerika qit'asida ishlatilgan. Amerika qit'asidagi indigenous people'lar ko'rsak kinolardan ko'ramiz biz. Hozir mana ko'rib turibmiz. Ularning hech qanday bir siyosiy huquqi yo'q. Bu nuqtadami bizningki indigenous deb atalib qolganimiz ham shundoq bir taqdirga yuzlanganimiz bo'ldi. Biz ma yaşavatgan yerda shunday xalqli bekjiq. Men kundi degandek uchrashib turmoqlar bilan ularni butunlay o'zining rahbarlarini qag'ab tillaydi. Mushni qabul qilib qo'yib, mana bizning hech qanday huquqimiz yo'q deb tillaydi. Shunga bu indigenouslыкка qo'l qo'yganlarni mush xalqni tillaydi. Bu bek muhim ish bizningki bek halqiliq bir tarix holatda turyapmiz biz. Bundaq bir nomni qabul qilish deganlik biz butun o'zimizning haq huquqlarimizni voz kechdik, davlat qurish huquqimizni voz kechdik degan gap, ajdodlarimizga o'zgarmaymiz degan gap. Biz imperiyalarni qurgan ajdodlarning avlodlari turug'liq, o'zimizni indigenous deb atsak bu bir nomus albatta. Hamda biz mustaqilligimizni qo'lga keltirishimiz uchun qaysi sohalarga bakrak ko'ngil bo'lishimiz kerak? Qaysi sohalarga ko'ngil bo'lish kerak degan vaqtda ko'ngil biladigan soha bekjiq bizda. Chunki bizning hech bir sohada yetishib biz xalqaro saviyaga yetib ketdik deydigan bir sohamiz yo'q. Shuning uchun bu amaliy harakat jarayonida bizning ko'ngil bilishga tegishli, taraqqiy qilishga tegishli sohalarimiz bekjiq. Andan keyin bizningki rahbarlarimiz, nazariyachilarimiz, fikr adamı deymiz-ku. Bu insonlarni tarbiyalanish kerak. Amaliy harakatga o'tgan biz millat uchun, vatan uchun xizmat qilyapmiz deydigan shu xizmat qiladiganlarni tarbiyalanishimiz kerak. Nayt tafsiliy stratejik holda tarbiyalanmasak bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi soha ta'lim tarbiya sohasi. Ya'ni ma'arif sohasiga bek ko'ngil bo'lmasak bo'lmaydi. Bu ma'arif sohasidami tarbiyalanadigan insonlar shu xalqimizga rahbarlik qiladigan insonlar bo'ladi. Va bizning dinimizda jaylun nasr deydigan bir kalima bor. Allah yordam beradigan jamoat degan gapmi gap degan ma'noga keladi. Yoki bo'lmasa g'alaba qozonadigan insonlar degan ma'nosga keladi, jaylun nasr degan. Buning sifatlari va bizning dinimizda. Bu insonlar ilmiy jihatdan, aqidiy jihatdan tarbiyalanish kerak. Amal jihatdan, alqib jinasini deb qo'yaplam, o'zi amal qilmay yursa bo'lmaydi. Amal jihatdan tarbiyalanish kerak. Da'vat bu tashviqot nuqtasidanmi uçur jihatdan tarbiyalanish kerak, jihat nuqtasidan tarbiyalanish kerak. Oldi bilan bu Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatini, bu aqidasini oldi bilan o'zimizning xalqiga yetkazadigan, xalqimizga mush aqidani yerlashtiradigan darajada ishlaydigan aktiv insonlar lozim. Aşında holatga akilalaydigan bir ma'arifga ehtiyojimiz var. Oldi bilan rahbarlarni, mayli o fikriy jihatdagi rahbarlar bo'lsin, mayli amaliy maydondagi rahbarlar bo'lsin, biz hammamizning tarbiyalanishga ehtiyojimiz var. Oldi bilan o'zimizning xalqimizni Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirmasak bo'lmaydi deydigan aqidaga kirishimiz lozim. Anandan keyin xalqaroga o'tib, bizning masalamiz xalqaroliq masala, Xitoyning ichki ishi emas. Buni xalqarodan qo'l tiqmasa, xalqaro yordam bermasa, Xitoy bizni yo'q qilib yutadi deydigan darajaga, ikkinchi darajada operalaydigan darajadagi mush holatga akilalaydigan bir ma'arif lozim. Ma'arif degan vaqtimizda hozir matematika o'rgatish yoki fizika o'rgatish degandek klassik umi bo'ladi, umi o'rganmasak bo'lmaydi. Ammo eng muhim bo'layotgani xalqimizga beriladigan ideviy dars, aqida darsi. Chunki xalqimizning kallasi Xitoy tarafdan zararlanib ketgandan keyin
xalqimizning mushundaq o'lik holatga tushib qolishining sababi shu. Birinchi ma'rifni ching tutib, xalqimizni uyg'otadigan darajada bir ma'rifga ehtiyojimiz var. Anından keyin bu ma'rifda ta'lim tarbiya olganlarning kallasida nima bo'lish kerak desa, bu Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish deydigan bu ideya ularning kallasida uch bo'lish kerak. Ravshan bo'lish kerak, kallasida uch bo'lish kerak. Bu aqida ularning qalbiga aqida sifatida yerleşib ketish kerak. Mesela bizning dinimizda, musulmonlarda diniy aqida deydigan bir gap bor. Diniy aqida. Bu Allah'nınki zat qandaq, Allah'ның sifatlari qandaq, Allah'ның hükümleri qandaq, farz, vacipli qandaq oldu, halal haram qandaq oldu deydigan darajada bizning dinimiz bizga o'rgatgan bir aqida bor. Şu diniy aqidadek Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirsak bo'lmaydi deydigan bu narsa Sharqiy Turkistonning xalqining qalbiga aqida sifatida yerleşishi kerak. Bunda desek Xitoyning açığı kelib ertagün bir muncha fitin chiqirdi. Aqidaki islom aqidasiga bijma xatda. Bu islom aqidasiga yangilik qatqanlik emas. Sharqiy Turkiston zimini musulmonlarning zimini. Musulmonlarning zimini besvalingan vaqtida bütün hamma odamning ustiga jihad farz bo'ladi degan diniy hukm bor. Bu diniy hukmning ma'nosi nima degan vaqtida shu mushundoq deb qaramasang aqidangda Sharqiy Turkistonda azod qilmasam dünya ve ahirette bedbaq qulab ketmaydi degan aqidada bo'lmasa inson to'g'ri bo'lmaydi degan gap. Rahmat. Bu islom aqidasiga yangilik qatqanlik emas, ko'milib qolgan Xitoy tarafidan kallamiz zaharlanib, unutildirib etilgan aqidani eslatish hisoblanadi. Shuning uchun Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish aqidasi Sharqiy Turkistonning qalbida aqida sifatida davom qilish kerak. Bu ta'lim tarbiya berilish kerak. Anından keyin Sharqiy Turkistonning axloqiga aylanib ketish kerak bu. Axloqi degan halqa bir odamni axloqli ekan, axloqsiz ekan deb hukm beradigan vaqtimizda agar u inson Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatiga aktiv qatnashayotgan bo'lsa, axloqli odam ekan desak bo'ladi. Aktiv qatnashmayotgan bo'lsa, axloqsiz odamkan deydigan bizning axloqimizni o'lchaydigan darajada axloqqa aylanib ketish kerak. Yana birisi Alloh bilan ibodat deydigan ibodatning gapiga chiqqandilar. Shu Sharqiy Turkiston xalqining ibodatlarining beshiga Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ibodati insonlarning ibodat degan hukmiga aralashib ketish kerak. Masalan, Allah'ını bir ve bar deymiz. Tevhid deymiz, şirkten uzak duruş gerek deymiz. Bu Allah hakkıdaki akidemiz. Bunun da özgürlüğü yok. Ama Allah cihatını farz kılgandakin mezlum insanlara bu cihatı mı Allah ile münasebetlik ibadet noktasında bir akide oluş gerek. Sharqiy Turkistonlikning akidesi de vatanimiz tatib elingandakin şu vatanni qayta julib olaman, esliga keltirman deydigan bu aqida ibodat shaklida bizning ibodatimizga aralashmayish kerak. Chunki Sharqiy Turkistonni azod qilish, mustaqilligini asliga keltirish ibodat. Shuning uchun biz musulmon xalq bo'lgandan keyin bu aqida ibodatimizga aralashib ketish kerak. Yana birisi insonlar bilan muomala qilgan vaqtda buni o'lcham qilishimiz lozim. Falan bilan adash bo'laymi, do'st bo'laymi, berib kelish qilaymi deydigan ish bo'lsa, Sharqiy Turkiston mustaqilligini asliga keltirish harakatiga aktiv ishlayotganlar bo'lsa, men adash bo'lsam bo'ladi ekan, do'st bo'lsam bo'ladi ekan deydigan muomala mezoni qilib olishimiz lozim. Agar bu harakatga aktiv qatnashmayotgan bo'lsa, avvaldan aralashsak bo'lmaydi deydigan darajada bir mezonga aylandira olishimiz lozim. Bu yani nim bilan bo'ladi desa, yani shu ta'lim tarbiya bilan bo'ladi, ma'arif bilan bo'ladi. Bizni Xitoy nima uchun shunday abgah holatga tushirib qo'ydi? O'zining zaharlik ma'arifi bilan shunday qildi ya. Bizmi bu ahvoldan o'zimizning milliy ma'arifimiz bilan bu ahvoldan qutula olamiz. Ma'arif dedingiz, endi
Bizning eng asosli qildiganimiz ma'rif bo'ldi, shunami? Birinchi darajada ma'rif, He. ikkinchi darajada siyosiy harakat. He. Masalan, siyosiy harakat degan vaqtimizda bu ikkinchi soha eng ko'ngil bo'lishga tegishli ikkinchi soha siyosiy harakat. Buningda ma xalqimizga rahbarlik qilish deydigan bir gap bor-ku. Xalqqa rahbarlik bo'ladiganlar, ya'ni Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga rahbarlik qiladiganlar nayt kuchli, qobiliyatli, sodiq insonlar bo'lishi kerak. Bu rahbarlikni ojizalqi kishi yoki emasligi aniq bo'lmaydigan darajadagi zaif insonlarning qo'lidan, mekijillarning qo'lidan, xoinlarning qo'lidan bu rahbarlikni tortib olish kerak. Bu rahbarlik kuchli, qobiliyatli, ishonchli insonlarning qo'liga o'tishi kerak. Chunki Alloh payg'ambarni rahbar qilib yubordi bu dunyoga. Payg'ambarni Alloh sifatlagan vaqtida Rasulun amin deb sifatlaydi. Amin degan ishonchli degan gap. Qaviyul amin, hem kuchli, hem qobiliyatli, hem ishonchli deb Qur'onning nurg'un yerlarida nurg'un payg'ambarlar musibatlar bilan sifatlanadi. Shuning uchun bu Sharqiy Turkistonni ozod qilish ishi, mustaqilligimizni asliga keltirish ishi payg'ambar yo'li o'g'achqa. Bu yo'lda mangdiganlarmi, payg'ambarlarning yo'ldan mangachqa hem ishonchli bo'lishi lozim, hem qobiliyatli bo'lishi lozim. Siyosiy sohadagi bizningki eng diqqat qilib ko'ngil bildigan tarafimiz mush rahbarlikdagi ishonchlilik va qobiliyatga nima qilishimiz lozim. Alloh Qur'onda nima deydi? Vallazina immakkanahum fil ardi aqamus salata va atuz zakata va amaru bil ma'ruf va nahav anil munkar. Oyat va bu vaqtda biz qobiliyatli, ishonchli insonlarga biz bu zaminda hokimiyat bersak, rahbarlikni bersak, qanday qiladi? O rahbarlar aqamus salat, Alloh buyurgan bütün vazifalarni ado qiladi. Va atuz zakat, bütün iqtisodiy jihatdagi vazifalarni ado qiladi. Va amaru bil ma'ruf va nahu anil munkar. Yaxshiga buyuradi, yomondan tusudi deydi. Shuning uchun rahbarlarningki strategiyasida, siyosatida, bu rahbarlarning siyosatida davomli yaxshiga amr qilish, to'g'riga amr qilish, xatodan to'sash. Shuning uchun ikkinchi o'rinda bu siyosiy. Birinchisi ma'rif, ikkinchisi siyosiy bo'ldi. Ikkinchi siyosiy harakat. Chunki ma'rif kuchli bo'lganda siyosiy harakatmi kuchli bo'ladi. Ma'rif ojiz bo'lganda siyosiy harakat kuchli bo'lolmaydi. Amaliyotda ko'ryapmizku, Sharqiy Turkiston xalqininki bu hozir harakatlarimizda ma'rifimizni Xitoy vayron qilib o'tgachga harakatlarimiz ojizlik qilyapti. To'g'ri. Uningki siz diniy asosini dedingiz, endi siyosiyda nayt sodiq qilish kerak. Payg'ambarimizning yo'lini tutish kerak dedingiz. Buningki yolg'iz bu ikki soha emas, bu emas ijtimoiy asosi va ijtimoiy sohaga diqqat qilishimiz kerak bo'lgan. İqtisadi sahaba, jihadi sahaba, anandaki da'vat ve ilan, uçur, teşvikat sahası var. Anandaki tefekkür, tedqiqat ve ilmi cihetten işleş, tedqiqat gruplarımızı kuruş her sahada. Doğru. Bunun da bir saha var. En bu sahalarının da vakit bosyana deysek buludu. Rahmet. Ama kıldığın işinin hemmesi berip yani nimeki takılıdı dese, yani şu ma'rif takılıdı. Rahmet. Bu naytı yaxshi dedingiz. Bizniki bu Sharq Turkistonni mustaqil qilishimiz bizniki aqidamizga, axloqimizga, ibodatimizga va muomalamizga singish kerak. Kalisi o'rnatish kerak. Har bir Sharq Turkistonlik o'zining kalisini shuni o'rnatish kerak dedingiz. Bu to'limi to'g'ri va joyida bo'lgan gap bo'ldi. Hamda Sharq Turkiston surgindi hukumatida Xitoy tajovuzchilarining siyosiy suiqasdga taqobil turganligidek sezgir va qobiliyatli kishilar bormi? Sizning hukumat kabinetingizda mushtarak kishilar bormi? Siz boy dedingiz, nurg'un ishlarni qilishimiz kerak deb. Sizning kabinetingizda mushtarak odamlar bormi hozir?
burunqi qaraganda bor. Hamda kesib bilan bor deyli desak, men ishime, kabinetimizdagi insonlarning qobiliyatiga ishonaman, ixlosiga ishonaman, ishonchliklariga ishonaman. Ammo bu yerda unda qobiliyatli insonlar bor, bunda qobiliyatli insonlar bor desak, bizning ma'rifimiz Xitoy tarafidan vayron qilinib ketgachga, butunlay poni atanmaymiz. Ammo hozirgi kabinetimizda bor insonlar Sharqiy Turkiston surgundi hukumati tarixida eng yuqori seviyaga ulaşgan vaqt desak bo'ladi. Masalan, bizning Sharqiy Turkiston surgundi hukumati 2004-yil qurildi. 2018-2019 ga kelgacha shunda jim, tinch. Hech kim talashmadi u hukumatni. Mana bir yaxshilayli, mana bir harakatga o'tkazayli deydigan bir ish bo'lmadi, hech kim talashmadi, shu payda tutdi 2018-2019 gacha. 2018-2019 ga kelgan vaqtda sobiq prezidentimiz G'ulom Osmon keldi bu hukumatga, bosh bo'ldi. Salih Xudoyor qarindishimiz, o'g'limiz u keldi. Shu bir qancha qobiliyatli va ixlosli, ishonchli insonlar kelganga shunda jallandi hukumat. Hukumatning jallanishi bilan tang Xitoy o'tiramay qoldi. Her türlü fitne, her türlü bahane bilan shu sun'iy bir naslni chiqarib, unchulab ketdi, bunchulab ketdi deb tuhmat qilib hukumatni qarladi. Ammo shu az sonda bo'lsa-mu, shu qarindoshlar kelgachga 2019dan keyin hukumatning ichi shunda tinchlashdi. Faoliyatlar shunda yaxshi bo'ldi, harakatimiz yaxshi bo'ldi, nurg'un natijalarni qo'lga keltirdik. Ammo majil qisaylamda kirgan yangi qon, kirgan yosh bolalar texmi jiq sonda yoshlar keldi. Shuning uchun mening hozir qadarki hukumat tarixida hukumatning eng kuchlangan vaqti deyishimning sababi shu. Shuning uchun bu yangi kelgan qarindoshlarimizni aynan ekran qisıl chiqarib baqdilar, so'zladi, o'zining ko'z qarashlarini qo'yib baqdi. Hammasi shunda to'g'ri, jushqun, vizyonini yuqori va kangda insonlar ekanligini ko'rdik ekranda. Shuning uchun men o insonlardan faxrlanaman, o insonlarning qobiliyatli ekanligiga, ishonchli insonlar ekanligiga ishonaman. Shuning uchun biz hozirgi holatimiz bilan Xitoyga cho'qim taqobil turib, Xitoyni vayron qilib etimiz deymizakmi? Ammo hozir o'tirib qo'ygan vizyon bilan ma'rifni kuchlantirish orqali yana hozir yangi cheggan yangi qarindoshlarimizdek qobiliyatli va ishonchli insonlarni texmi ko'p qabul qilish bilan Xitoyga taqobil tura olamiz, vatanimizning mustaqilligini asliga keltira olamiz. Hamma ishni xalqimizning orzu qilganidek Allohning izni bilan g'alabalik oxirga erishib qolaymiz deb ishonaman. Rahmat. Bizningki yoshlar qobiliyatli ekan, kasblashgan, undan keyin bizningki ishonchli, sodiq insonlar kirdi bu qatim. Qurultayda o'zlarim ko'la nurg'un insonlarni ko'rdi, qalbidan vatan uchun, millat uchun kurash qilgan va shuning uchun o'zini otgan. Bundaq bir insonlar bilan bu ishimiz cho'qim olg'a bosadi deb o'ylaymiz va bizningki xalqimiznikimi bizni qo'llab-quvvatlashini umid qilamiz. Bu qatim Kanadada sizlarningki namoyish qilganda men nurg'un yoshlarni, kichik bolalarni ko'rdim. Buningdan aytdi, faxrlandim, hayajonlandim. Bular qizlar. Odatda qizlar o'zini yasab uyda o'ltasimi o'ta ketadi shu vaqtda. Chiqib ashari so'zlab o'zininki vatanga bo'lgan sevgisini, Xitoyga bo'lgan nafratini ifodaladi. Men ham boshqa bizniki shu programma kirayotgan va ko'mayotgan Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimiz deyman. Hammamiz shunday kuchaygan bo'lsak, bizning vatanimizning qo'lga kelmagi, mustaqillik ishimizning amalga oshmog'i oson bo'lar edi. Bugungi shu suhbatga qatnashib, nurg'un bizga ta'limlarni berganlar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Hamda hammanglarning shu vaqtiga ko'pdan-ko'p rahmat. Alloh qomonat, bu programmamiz mushat tugdi. Kelar qatimliq programmamiz yana to'rda e'londa bo'ldi. Xayr xo'sh. Sizga rahmat. Alloh razı olsun.